odamlar psixologning oldiga nima uchun keladi? Aytiladi, ma'lum bir muammosini hal qilish uchun. Ammo odamlar o'zi muammo nima deganda nima nazarda tutilayotgani to'g'risida bosh qotirib ko'rishgan. Hozir aytishlaringiz mumkin, bu muammo nimaligini kim bilmaydi deb. Vaholanki o'zimizga savol berishimiz kerak. Men muammo deganda o'zi nimani tushunaman deb. Olim odam aytadi, masalan, oyligim kam yoki xotinim bilan urushib qoldim, bolam bilan til topisha olmayapman degani bu siz o'ylagandek muammo emas. Bu nima bo'ladi? Javob berishlaring murakkab, chunki muammo deganingizda tanqislikni, nimadir yetishmovchiligini, urushayotganingiz, talashayotganingiz va hokazolarni muammoda bilgansiz doim. Ammo muammo bu siz bilan ro'y berayotgan voqea va hodisalar to'g'risidagi munosabatingiz. Shunchaki munosabat emas, salbiy munosabat. Oyligingiz kamligi bu muammo emas. Jasurbek, onangiz bilan gap talashishingiz bu muammo emas. Imronbek odamlar bilan til topisha olmasligi muammo emas. Bu nima bo'ladi? Bu vaziyat bo'ladi. Vaziyat hech qachon munosabatda aks ettirmaydi. Bu vaziyat xolos. Yiqilib tushganingiz muammo emas. Bu yiqilib tushgan vaziyatingiz. Muammo o'sha siz bilan ro'y berayotgan voqea va hodisalarga bo'lgan munosabatingizga aytiladi va shunchaki munosabat emasda. Siz uchun yoqimsiz bo'lgan munosabatga aytiladi. Ya'ni oylik kamligi bu shunchaki fakt. Oyligim kam. Bu muammo emas. Kimlardir arzimagan oylikka baxtli baxtiyor yashayveradi. Kimlar uchun 10 million ham kam bo'ladi. Ular siqiladi. Demak, o'sha vaziyatga munosabatingiz, yoqimsiz munosabatingiz muammoni keltiradi. Uydagi janjal bo'lsa bu muammo emas. Bu vaziyat. Jon bor joyda janjal bor deyishimiz mumkin va bu vaziyat bizga og'irlik olib kelmasligi ehtimoli juda yuqori. Chunki biz uni muammoda ko'rmayapmiz. Yo'llar yo'qligi muammo emas. Yo'llarni deylik asfalt qilinmagani ham muammo emas. Biz bolaligimizda yurardik chang ko'chalarda hech kim muammo deb qaramas edi. Tomdan chakka o'tish ham muammo sifatida ko'rilmas edi. Aynan bizga yoqimsiz holatlar, uyimiz yevro remont bo'lsa ham bitta lyustramiz yoqmasa biz muammo darajasiga ko'taramiz. Turmush o'rtog'imiz bizga biron bir joyda e'tiroz bildirsa muammo darajasiga ko'taramiz. Agar e'tiroz bo'lishi mumkin, tabiiy holat desak muammo bo'lmaydi. Demak, aksariyatda odamlar psixologda oldiga muammoni ko'tarib kelmaydi. Ular hali muammo nimadaligi to'g'risida kallasiga yetib kelmagan bo'ladi ko'pini. Anglamagan bo'ladi. Ular muammoli vaziyatni ko'tarib keladi. Muammoli vaziyat bu muammoni o'zi emas. Shuning uchun psixolog masalan oyligim kamsa oyligini ko'tartirib bermaydi. Urushib qoldim erim bilan desa, bunday qilsangiz urushmaysiz deb maslahat bermaydi. Aksariyatda biz psixologlarimiz maslahat berish bilan band. Maslahat emas, avval bu vaziyat nimasi bilan yoqimsiz ekanini aniqlanadi. Ana undan keyin shu vaziyatga bo'lgan munosabati o'zgartiriladi xolos.